Assalomu alaykum barchaga. Mana Ufa shahrida Novorossiyskaya ko'cha 1-uy. 2 sotiq ekan. Shaharning ichi. Joma rayonida mana katta ko'cha. Bitta детский sad bor, где-то 100 metr nariroqda. Mana to'g'rida pensionniy fond. Военкомат Ufa mana bu yerda, зеленый здание. Mana sotilar ekan mana 2 sotiq. 1985-yil qurilgan. Ana 2 sotiq xolos. Mana shu oldida joy bor. Chap tarafda mana joy bor. Mana zabordan ag'i qo'shninikiligi. Mana orqa tarafi bor ekan. Bu taraf o'zi qo'shniniki. Ana uyning orqasida mana shuncha joy bor yana. Tualet ko'chada. Mana zabordan ag'i teplitsa, mana joylar bu qo'shniniki. Uyning orqasida mana shuncha joy bor. Так, mana центральное отопление, gaz o'tgan, gaz bor. Sanuzel tashqarida tualet. Hozir ichini ko'rsataman endi. 26.3 kvadrat metr ekan. Mana bu kirish. Bitta babuля yashagan ekan, hozir qizi uyga olib ketibdi endi. Sotamiz deyapti mana. Bitta kirishda koridor. Da. Mana это АГБ bor ekan. Вот она говорит, да, что вот сосед должен 1 соток. Вот это изнутри вот. Одна комната 26,3, да? Да. 26.3 квадрат ekan mana. Все остается.